Va, tuxum ham qolmabdi-yu. Balla qorinlar och qolmadimi sizlarda? Pirashkami, xomsami olib kelmaysizlarmi? Kecha oxirgi pulimga non bilan sementani olib chiqqan edim. Pulim qolmadi meni. Kecha men ham oxirgi pulimga rolta olib ichib bordim. Shunga bironta ish qilaylikmikan, ha? Sizlarda ham qolmadimi? Menda ham umuman pul qolmadi. To'g'ri aytasiz, o'rta, birorta ish qilmasak bo'lmaydi bunaqa yuraverganda. Bo'lmasam siz do'konlarga boring. Siz bozorda ko'ring, ish bormikan. Men bir internetni qarayman. Bitta ish topib ishlaylik. Akajon, student edim. Ishi yo'qmi ishlagani? Ishmi? Odatda hozir ish yo'q edi. Ammo bog'imda yong'og'im bor edi. Qoqib beraverasizmi? Xizmatingizni beraman. Bo'ldi aka. Qoqib beraman. Ish bo'lsa bo'ldi. Nima ish bo'lsa qilaveraman. Ha, bo'ldi, masalan, ittaga ittalab shekka chiqsangiz, olib borib ko'rsatib kelaman. Bo'ldi, hop, bunda ertaga ko'rishamiz. Uka, mana shu ko'rib turganingiz bizni beton zavodimiz. Mana shu texnikani Turkiyadan olib kelganmiz, oxirgi rusumdagi. Biz suyuq beton ishlab chiqaramiz. Vobshe bahaybat narsa ekan-ku. Nima ish qilaman bu yerda? Uka, biz Qo'qon va Qo'qon atrofi 50 kilometrgacha suyuq betonni dastlabki qilib beramiz. Maxsus mashinalar keladi, bitta maytdan suyuq beton quyib beramiz. Bu mashina aylanib o'tib taroziga o'tadi. U tarozni tortamiz. Ichkarida kompyuterda hisob-kitob qilib o'tirgan bitta xodim kerak. Ha, bo'ldi aka, ani qoyillataman, kompyuterga ham tushunaman. Lekin o'qishim bor edi, studentman. Darsim 2 da tugaydi. 2 dan keyin kelib ishlasam bo'laveradimi? Bo'laveradi. Siz ikkinchisi men qilamiz, 2 dan keyin kelib ishlayverasiz. Bo'ldi, zo'r bo'lardi. Nechta ish kerak aka? Bitta ish kerak. Bittami? To'g'risi, meni yana 2 ta o'rtog'im bor edi-da, ular ham student. Ularga ham bitta ish qilib bera olmaysizmi? Yana 2 ta yo'q, to'g'risi xodimlarimiz yetarli. Bitta ishchi kerak xolos. Bir o'ylab ko'rib telefon qilaman, bo'lmasam. Mayli aka, Sog' bo'ling. Bitta o'zingiz bo'lsa ham ishlayvermabsiz-da, oshna. Ha, yo'q, nima deyapsiz? Kemaga tushganda joni bir. Hozir men ertaga kirib ishlasam, sizlarga noto'g'ri ish qilgan bo'laman. Xudo xolasa yaxshi ish topib, uchalamiz ham bitta joyda ishlaymiz. Suv cho'rib ichlarim ham shilinib ketdi. Gapirmang, boshim aylanib, ichim g'alati bo'lyapti ishlaymaganimga. Alo, ona, assalomu alaykum. Nima qilyapsiz? Jinnimisiz siz? Hozir onangizlardan pul so'ramoqchimisiz? Ha, boshqa kimdan so'rayman hozir? Menga qarang, siz hozir uydagilaringizdan 150-200 kilometr uzoqdasiz. Balki puli yo'qdir. Xo'p, bor bo'lsa ham jo'natib yuborib, o'g'lim och qolib ketdi deb xavotirga qo'yasizmi endi onangizni? Hajja sabr qilaylik, ertaga uni gaplashgan yong'og'ingiz hal bo'lsa borib tersak pul bo'ladi. Shuncha sabr qildik-ku. Uzilib qoldi. Ha, yaxshiman, qornim to'q. Ha, yo'q-e. Rahmat. Onam kartamga 200 ming so'm pul tashlab qo'yibdi.